Qo'lingizni musht qila olmayapsizmi? Narsalarni ushlaganda qo'lingizdan tushib ketib qolyaptimi? Tugma taqish, ruchka ushlash qiyinlashyaptimi? Bu oddiy hol emas. Bu ko'pincha o'rta nerv nevropatiyasi bo'lishi mumkin. O'rta nerv qo'lni ushlash kuchi va mayda motorikaga bog'liq bo'ladi. Agar qo'lingizni mushtlash qiyinlashsa, mushak kuchi pasaysa, tugma taqish, ruchka ushlashga qiynalsangiz, qo'lingizda uvishish, og'riqlar bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Agar davolanmasa, qo'l mushak kuchlari pasayadi, qo'lda harakatlar chegaralanadi, qo'l funksiyasi buziladi. Bunday holatlarni oldini olish uchun nevrolog ko'rigiga yozilasiz. Biz bunda sizni qo'l kuchingizni tekshiramiz, reflekslarni ko'ramiz, mayda motorikani baholaymiz, sezuvchanlikni tekshiramiz va albatta NMBga tekshiruvdan o'tkazamiz. Men 19 yillik tajribaga ega integrativ vrach, nevrolog, neyrofiziolog Nasrieva Dilfuza sizni va yaqinlaringizda shunday holatlar kuzatilsa, quyidagi raqamlar orqali qabulimga yoziling.